Kitobning 34-beti me'yorni topish. Qaraymiz va o'rganamiz. Birinchi masalaga e'tibor bersak, printer 5 minutda 600 sahifa chop etadi. U har minutda bir xil miqdordagi sahifalarni chop etsa, 1 minutda nechta sahifa chop etadi? Demak, bizda bu yerda printer bor. 5 minutda 600 ta sahifa chop etadi. Bu demak nisbat deb olsa ham bo'ladi. Ya'ni 5 minut 600 sahifa. Buni nisbatning ikkita hadini, ya'ni 5 ni ham 5 ga, 600 tani ham 5 ga bo'lib yuborsak, shunda 1 minutda 600 ni 5 ga bo'lamiz, bu 120 bo'ladi. Demak, 1 minutda 120 sahifa chop etar ekan. Va mana bu yerda 5 minutda 600 sahifa, 1 minutda 600 bo'lingan 5, ya'ni 120 sahifa bo'ladi. Ya'ni mana bu 5 minutni biz 600 dan bo'lib yuboramiz. Shunda 1 minut kelib chiqadi. Demak, printer minutiga 120 sahifa chop etadi ekan. Buni belgilab olamiz. Va mana bu yerda qizaloq aytayapti. Printerning ish me'yori 12, ya'ni 120 sahifa drop, ya'ni mana bu yerda tayoqcha bor. Demak, minutga ekan. Ya'ni 1 minutga 120 sahifa degan. Bu yerda esa qizaloq aytayapti, bu printer har minutda 120 sahifa chop etishini bildiradi. Bu ham to'g'ri. Va mana bu yerda bizda demak qoida bor. Me'yor ma'lum bir vaqt birligida bajarilgan ish hajmini ifodalaydi. Ya'ni biz yuqorida printerning 1 minutda qancha ish bajarishini demak ko'rib olganimiz kabi boshqa me'yorlar ham aynan biror bir vaqt birligida 1 soatda, 1 kilometrda yoki bizning demak misolimizda bu 1 minutda edi. Qancha ish bajarishini demak ifodalaydigan me'yor hisoblanadi.